Gemoroyni operatsiyasiz davolasa ham bo'ladimi? Ha, albatta, bo'ladi. Gemoroy kasalligini 4 ta darajaga bo'linadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, 4-chi daraja. Birinchi darajali gemoroy kasalligida hojat vaqtida qog'ozda qon kelishi kuzatiladi hamda kichik tugunlarning chiqib qolishi kuzatiladi. Agarda siz kasallikning boshlang'ich darajalarida, ya'ni birinchi darajasida shifokorga murojaat qilsangiz, gemoroy kasalligini operatsiyasiz davolasa ham bo'ladi va uy sharoitida ham davolash imkoni mavjud. Buning uchun siz albatta mutaxassis, ya'ni proktolog ko'rigiga aynan proktolog uchrashingiz kerak bo'ladi hamda uning ko'rsatgan ko'rsatmalarini, tavsiyalarini vaqtiga amal qilsangiz, buni albatta yengil daraja bosqichlarida operatsiyasiz uy sharoitida svecha mazlar bilan davolash imkoni mavjud. Agarda vaqtida shifokorga, mutaxassisga murojaat qilmasangiz, gemoroy kasalligining keyingi bosqichlarida, ya'ni 2-chi, 3-chi, 4-chi darajalarga o'tib ketish kuzatilsa, hojat vaqtida qon ketish ko'proq kuzatilsa, hojat vaqtida gemoroy tugunlaridan qonning ko'p miqdorda tomchilab oqishi, shpritsdan sepganday ko'p miqdorda qon ketish kuzatilsa, gemoroy kasalligida, ya'ni hojatdan so'ng bunda o'sha gemoroy tugunlarining tashqariga chiqib qolsa, hojatdan keyin chiqib qolgan tugunlarni qo'lingiz bilan to'g'rilayapsizmi? Demak, unda faqatgina operatsiya yo'li bilan davolanadi. Ko'pchilik aytadiki, gemoroy kasalligini, ya'ni 3-chi, 4-chi bosqichda ham maz bilan, svecha bilan ham davolasa bo'ladi. Yo'q. Gemoroy kasalligini svecha, maz bilan davolash bu o'sha ya'ni lecheniya vaqtida, ya'ni davolash vaqtida qanaqadir samaradorlik beradi, lekin o'sha lecheniya tugagandan keyin esa albatta hojatga boradi va hojatdan keyin kuchanish kuzatiladi har bir insonga tabiiy va yana tugunlarning chiqib qolishi va undan qon ketish davom etaveradi. Shuning uchun aytaman, gemoroy kasalligini 2-chi, 3-chi, 4-chi bosqichlarida faqatgina operatsiya yo'li bilan davolanadi. Bundan boshqa yechimi yo'q. Sizga lecheniya faqatgina vaqtincha yordam beradi, xolos. Operatsiya esa bu kasallikdan butunlay, butun umrga qutulishingizga yordam beradi. Gemoroy kasalligida operatsiyalar unaqangi qo'rqinchli, vahimali, og'riqli bo'lmaydi. Bizga murojaat qilsangiz, gemoroy kasalligida operatsiyalarimizni 5 xil usulda bajaramiz. Bu gemoroyning katta kichikligiga, darajasiga bog'liq bo'ladi. Gemoroy kasalligi ligashur apparat yordamida, garmonik apparat yordamida, lazer yordamida hamda long apparat yordamida gemoroy operatsiyalarini bizda o'tkaziladi. Bu operatsiya turlari ichida eng og'riqsiz, eng yengil o'tadigani bu long operatsiyasi. Long operatsiyasi long apparat yordamida bajariladi hamda bemor operatsiyadan keyin 3-chi, 4-chi kunlari bemalol ish faoliyatiga tiklanishi mumkin. Operatsiyadan keyingi davrda esa bemor hech qanaqangi bog'lov almashtirish, ya'ni pervaska jarayonlari bajarilmaydi. Bu operatsiya esa operatsiyadan keyingi davrda mutlaqo og'riqsiz bo'ladi. Agar sizda ham yuqoridagi shikoyatlar kuzatilayotgan bo'lsa, hojat vaqtida gemoroy tugunlarining tashqariga chiqib qolishi va hojatdan so'ng ulardan ko'p miqdorda qon ketish kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling, biz sizga yordam beramiz. Bizda ushbu gemoroy operatsiyasida shifoxonaga yotishingiz, operatsiya o'tkazish, analizlar, ovqati, yotog'i hammasi bir narxning ichiga hisoblangan. Agar sizni ham gemoroy kasalligi qiynayotgan bo'lsa, pastda raqamlarimni qoldiraman. Menga aloqaga chiqing, shaxsan o'zim sizga yordam beraman.